Assalomu alaykum azizlarim, xayrli kun. İşimizin en yoqimli pallasiga keldik. Bu pardoz deyiladi. Qilingan ishlarni hammasini chiroyli qilib joyiga qo'yish bosqichi. Qadimda joyiga taxlanib, ish ko'zga ko'rinishi boshlaydi. Allah nasip qilsa ozginadan keyin yoqamiz, yoqqandan keyin yana bitta karra tashlab beraman. Ayratsa balkim ishga tayyorlash jarayoni. Mana qatnashlarni hammasini qo'yib chiqdik. Nasos ishladi. Balki suv to'ldi. Chiroqlar ham qator yonyapti. Bu gal suv olish tizimini alohida, yo'lchi tizimini alohida tomondan qilib, bir-biriga hech qanaqa kontakt bo'lmagan qilib, xavfsizlik jihatdan bu yaxshiroq. Bu odam bizga o'sha buyurtma bergan inson bo'ladi. Xursand, mana ish qabul qilib hozir nimani qanaqa qilish kerakligini bitta so'rab o'rganib boradi.